qiynalgan paytimda o'zi o'sha qiynalish, odam qiynalish kerakda. Allohga murojaat qilish uchun, Allohga yaqinlashish uchun. Men oldinlari bilan misol uchun Alloh taolo suygan bandasiga qiyinchilik beradi desa, tavba qildim men. Meni suymay qo'yaversin, meni yaxshi ko'raversin, agar qiyinchilik beradigan bo'lsa derdimda, uni ham uncha tushunmas ekanman. Keyin insult bo'lgandan keyin Alloh taolo insult bo'ldim-ku, o'sha paytda bu Allohning sinovi desa, bunaqa qilib sinaydigan bo'lsa sinamay qo'yaversin dedim. Yo'q, endi bilim orqali tushundimda, mana shunday qilmasa men unga yaqinlashmasdim. Mana shunday qilmasa men unga yaqinlashmasdim. Likkalab yuraverasiz-ku. Tepada ko'rib o'tiribdimi deb. Lekin mana shunday tupga tiqib qo'ygan paytda, xudo deb qoladi-ku, hamma bilasizmi? O'sha paytda o'ziga yaqinlashtirmoqchi bo'lar ekanda Alloh taolo. Men yaqinlashdim. Insult orqali Allohga yaqinlashdim. Va mingdan ming roziman Xudodan. Shu insult orqali o'ziga yaqinlashtirgani uchun. Faxriroq yaqinlashtirmabsan deb qo'yaman. Yana orqasidan. Shunisiga ham shukr deyman. 50 ga kelib bo'lsa ham Allohimni topdim-ku. Topmasdan o'tib ketayotgan qanchasi bor-ku.